ochasizlar. Bismillah, mana hovlimiz. Mana hovlimizning ko'rinishi, katta hovli, 12 sotiqqa. Mana yerda xo'p, tahoratxonasi bilan hojatxonasi qilingan tashqari. Bu yog'iga xataqxonasi bor ekan. Kranlar bor. Ana suvga. Xo'p, mana katta darvozasi nariga. Ikki tomonlama ko'cha, ikki tomondan kirib kelsa ham bo'ladi. Mana uyimizni qurilgan, ketgan materiallari qurilgan, tayyor. Xo'p. Hozir ichlarini kirib obzor qilamiz. Mana hovlimizning ko'rinishi, qo'ni-qo'shnilar ham yaxshi. Mana hamma bu yerda o'zi yangi mahalla ekan, hamma yangi uylar tashalgan. Xo'p, uyimizlarning ko'rinishi mana MDF eshiklardan qo'yilgan, qalin, katta bilasizlar bu eshiklarni. Mana kirgan joyda bu kuxniyaga mo'ljallangan, mana kuxniyaga tashab ketilgan, tayyorlanib, mana kanalizatsiyalarigacha qilinib. Suvoqdan chiqqan, faqat kafil-pafillarni qilib, patoloqlarni qilib, ularni qilib olsa bu tayyor bu. Xo'p, bu yoqda spalnisi bor. Spalnisini remont qilib qo'yibdi, faqat pastlari qolgan. Ichkarida dushi bor, dushim sanuzelga mo'ljallangan joy bu.